Jinoyatchilar uchun 27-stатьяning 3-qismi bo'yicha zapret qo'yiladi. Videoni oxirigacha ko'ring va to'liq ma'lumotga ega bo'ling. Podpunkt 3 часть 1 статья 27 federal qonunga ko'ra, chet el fuqarosi Rossiya qonunlariga ko'ra qasddan jinoyat sodir etgan bo'lsa, unga nisbatan sudning ayblov hukmi kuchga kirgan va bekor qilinmagan bo'lsa, uning sudlanganlik holati hali tugamagan bo'lsa va sudlanganlik olib tashlanmagan bo'lsa, fuqaroga nisbatan zapret qo'yiladi. Sudlanganlik muddati jinoyatning og'irlik darajasiga qarab belgilanadi va jazo o'tab bo'lingan vaqtdan boshlab hisoblanadi. Yengil va o'rta og'irlikdagi jinoyatlar 3 yil, og'ir jinoyatlar 8 yil, o'ta og'ir jinoyatlar 10 yil muddatda tugaydi. Sudimiz tugasagina bu zapret ham tugaydi, ya'ni ochiladi. Bekor qilish imkoni deyarli mavjud emas. Agarda sizga taqiq turi va uni muddati yetish imkoni bormi, yo'qmi bilish kerak bo'lsa, bizga Telegram, WhatsApp orqali murojaat qiling. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.